Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarning shu joy vaqti xayrli bo'lsin. Men Shvetsiyadan Tug'liq Hamid. Hozir naq maydon qilishimdagi bir qancha sabablar tufaylidan bir ekranga yana chiqib qoldim. Qarindoshlar, mendaq bir masala bilan chiqib qoldim. Qaysi kunlarda o'sha dunyo Uyg'ur qurultayini ichidan iste'fo berganlar o'zlariniki nimalarni chiqadi, undan keyin haqchilik uchirganliklarini so'zlab o'tib ketdi. Men bu 2009-yilda Shvetsiyaniki shu YouTuberi degan shaharga o'qishga kelgan. Kelib qilish jarayonida Shvetsiya Uyg'ur komiteti shildan bu yozdi bu narsalarni dedim. Undan keyin bu jarayonda keyin 2014 meniki ota-onam shu Turkiyaga keldi-da. Mening ota-onam Turkiyaga kelgan chaqda qarindoshlar. Men o'tganki videolarımda bizning cho'nglar bek kommunist bo'lib ketgan, dash qozon tamog'ini olib cho'ng'an deb bekorga demedim. Men chunki bu yerda shu chaqda kelgan chaqda men dadamga degandim. Dada, sizlarni bir amal qilib akassam yo'qmi, mishat qilib qolsanglar, men odamniki bir yerdan yo'lni qilib pasportini bejirib bir akib olsam, u bu desam, nimishga dedi. Va nimish qilasizlar, u yerda turib u bu desam, aşağıda mening dadam, "Va balam hozir yaxshi bo'lib ketdi, bir uylarda degan xalqlarning birdan ikkita mashina bo'lib ketdi. Oy, Mao Xi Jinping degan odam degan boshliqlar deganni parxo'rlarni urib, fajr deb shunda ching tutatdi. Shunda yaxshi bo'lib ketdi. Mana bizmi degan hozir apang tuqqanlar keldi, chayxonlarda o'tirib, saylarni qo'rib, aytgan chaylarni ichib, shunda rohat yashayapmiz. Hadangning Urumchida bankada xizmati bor. Nimish qilasiz, u yerga chiqib, men bu seni ayni vaqtda chiqma bolam, nimish qilasiz desam, chiqqandan mana chochlarim oqib ketdi, o'zingmi balaliq nimangmi qolmabdi, chiroylaringmi shundayliqinda cho'ng chiroy chiqibsa 2014da japa tatqanlaring shundoq chiroyingga chiqibdi deb o'sha vaqtda mening dadammi shu Xitoy hukumatini shu Xi Jinpingni maqtagan. Anga oxirgi chaqda nima bo'ldi qarindoshlar? Baning dadasi kadrti telefon qo'ydigan idorada ishlaydi, mana opisi so'qoq qisqiqladi, shu kecha shundoq nimalar ishlagan bilasatga yerlarda demay hammamiznikini akirib soladi qarindoshlar. Bu Xi Jinping degan yalnız Xi Jinpingning ham ishi emas, bu Xitoy kompartiyasining ishi emas, bu Xitoy millatininki bu burundan qilayotgan narsa, bu degan Zozongtangdan tortib Manjolar kirgan 300 yil bo'lgan narsa. Bu Zozongtangning vaqtida bu Uyg'urlarni manjochi kiyindirib, Uyg'urlarning sochlarini o'rib, xonandagi seriq Uyg'urlar degandan yerimmi ayni vaqtidagi o'sha ishkirga to'shib etilgan Uyg'urlar shu. Bu Xi Jinping faqatlam jurga qattiq. Nimishga desanglar, bu yilqi kichik vaqtida Vanxadagimning vaqtida dadasini tutib so'ligan, buni degan kichigidan boshlab yezlarga qilgan, bu degan urilib, so'qilib, ohanatlarning ichida cho'ng'ilib, yurak pishib ketgan. Shuningga Xi Jinpingdan rapovat tilash, bunandaq dinsiz, bundaq imonsiz, bundaq meynat, hasharat, hayvon arma yeydigan bir iflos bir ajuji majujidan optimum tilash, kishilik huquq tilash degan bir paşının aldığı verip senin işbitin var mı degandekli bir iş. İşbettilegandekli bir iş paşının aldığı verip. Şununla qarindoshlar, bulardan qat'iy rahim, shafqat kelmaydi bizga. Shununga kallamizni nayt ochiq qilib aytsak, bo'lmaydi. Men nima ishga chiqib qoldim desanglar, men asli 2016-yili shu G'uljininki Donghallida meningki işte bir dadamlarning cho'nglarni tanishtirish bilan bir qiz bilan tanishib, Indilarda o qiz keldi. Biz 2016-2017da kirgan vaqtida Turkiyada nikoh qildik. Nikoh qiliblam, undan keyin nikoh 3-kuni at degan shunda qiyochi olib ketdi. To'porchilik qilib ketdi. Shuni bilan voy nima bo'ldi desam, voy mustasini siz bilan nikoh qildi deb. Shu G'uljininki Anjanjuninki meni nikoh qilgan qizlarni bisim qilib qonunsiz nikoh qildi, ming junjudan xatamay deb akirib ketib 2017-yili 1-oyning 27-kuni opam dadamni aniki o'sha qizlarni akirib ketib, u qizlar 2 yil lagerda yetib chiqib hozir to'y qilib ketdi. Xudoyim baxtini bersin deyman. Undan keyin opam dadam mana shuning ma'nosidan hozirgacha aytyapti. Men ashchaqlar egi chiqay desam, ashchaqlar adam shundayliqindek men bir tipirlab ketgandim. Shu chaqlar adam jimota saqam sening ishingdan sen jimjimay ashaqda deb, lekin adam yo'qolib ketdi, adam lagerlar kirib chiqdi. Shuningga, shundaq jim o'tgandan keyin
nima söyləm, o'sha Xitoy hökuməti shuningdan foydalanib ashta qildi. Endi uning oldiga kelsak, mishaka 2010-yili shu yangi hayotlik bir o'zbeklarni dadasi bilan opasi kelini bilan mush akab qo'ygan chog'da Rahim deydigan bir dadamizning uyiga chipdiki, shu yerda tanishgan. Onun bilan tanish jarayonida nurg'un tashkilotlar birlikda rasmlarga tushdik, faoliyatlarni birga qildik. Keyin bu ketiblam, buning bilan keyin o'tirimiz bir problemlar bo'ldi. Bu ketiblam bizning uydagilarga shunday dahshatli ishlar olib ketdi. O'zimninki qo'lidan keyin anoniki men bilan birga bir vaqtning ichida yana mishada bir xo'jalik akamizning singlisini Jilyo'ziniki, Anchonjo'ninki shunday kirib ketib, shunday ishlar olib ketdi. Bu to'g'risida, bu o'zbek oilasi to'g'risida men 2020-yili men obdan tushuntirib qo'yman. Buning sarpis bo'lib bir hadisi bo'tdi. U meni so'zlab oqimdan yerib ketdi. Men oldiga chiqib so'zlayman. U hadisning qanchalik maynatligi, u hadisdan tayyor chegir tursa, otish qo'yib, otishga qanchalik baylarni vayron qilib etib, haramdan bir balon tepib, miya kilovag'ini o'zicha hammaga burun tiqib baqar ekanda. Ma Zumrat adamimizning rahmatli inis tugab ketgan chaqda ochning bash keyindan Zumrat Tursunning hadisi shu 2018-yil ota-onasi keldi deb shunday gaplarni taqib Norvegiyada. Undan keyin Aysha Musa deganlar bor, Abdurashidlar. Bular qilmagan askarliklar qilmagan. O'zininki tayyor g'oljining chegarasi tursa, qarindoshlar, ma otishning Qirg'izistonga berib quvvatga ishlari ko'zga ko'rinmaydi. O'zining Germaniyadagi aksi g'ulji vaqasida kavobni serigandek serib, butun ballarni satgan chog'da g'uljining ballari urib chalolaq tamdan tashlatgan chog'da yerim kechida Qozog'istonliklar Germaniyaga chiqarib atganini uqmagan bilan boshqalar men toz uqaman. Bu to'g'riliqlar yana so'zlayman. U xotini kelamdi, mening oldimga, eri kelamdi, aksi kelamdi. Meningki o qiziqim yo'q, men parvoyim palak. Men faqat qonuniy organlarda so'zlashiman. Aldın qaytımlarda aşırıdak üçün benim müştədəbsiyə xotunu bilən, meşədik aşı özbəkninki, xotunu bilən, mən doğuyunda benim nəsəmin zəlli qıtdı ki, mən xotunu bilən paranlaşqanca müştə deyib yazsam, o aksının işi bu, bağallı adamdan gümanlamsız, o bu deyib. Mən bağallı adamın işi de hiç kimdən gümanlamıdım, benim bilən bir yataqның içində yatqa ağaylarım berib gəldi, cıq adamlar berib gəldi, onlarınki hiç qandaq bir uçaqda hiç qandaq ailəmə bulmağam. Bu, bir işlər bilən biz bu bana bir qaytam shu sarpis bo'li degan yerga hadisni berib telefon qanchalik meni zitimga tegadigan qanchalik sening uydagilaring Xitoyga ishlaydigan qava akalaring menga xoin deb tillig'inimga xat to'xtatdi men seni ko'giligan ko'rsatma degan bu meni uydagilarimni xayli qildi. Shuning bilan mushishlar shunda bo'lib ketdi. Tuyuqsiz Yotoborida yashaydigan odam Stockholmdagi Uyg'urlar o'ltiraqlashgan mahallaga kelib, taksichilik qilib, jamoatning araslarga kirishi 8 yil, 10 yil o'zi ayrim YouTuber bilan Germanga, Qozog'istonga nima Norvegiyaga, Norvegiya orqali Qozog'istonga qatarib yurgan ishlarini, Qozog'istondagi go'sht do'konlarininki, Qozog'istondagi go'sht do'konininki uchur manbaligi, Fransiyadagi tataylarninki, O'zbekistonga qatarib shirkatlarininki, uningdagi Abliz Dagazi degan tuqqunninki Turkiyada hozir do'kon ichib uyalarning uchur markazlari qilganini, Ahad degan dadasininki, G'uljininki Anchonjo'da ishlaydiganini bizni hech kim bilmaydi deydi. O'zininki aksininki voy 20 yil mening inim bilan kesilib ketdi, o bu deydi, do'yin deganda mashunda usul deganni o'ynab qas chiqarib etganini biz ko'z tutib qo'yamiz. Aldirmay tursa, bizninki hozirgi qilayotgan ishimiz imzo xalqninkini qilish. Men har qanday vaqtda unda milliy munofiqlar bilan Shvetsiya bexatarlik idorasi, Shvetsiya soti, Shvetsiya adliya organlarida qanday vaqtda men ko'rishga men tayyor. Chunki bu qisos, bu o't yalqinlab yongankan bu kuchayib tutashidiki ko'ydirib tutdi, ya'ni o't quvas qo'ydirki, hargiz bu narsa o'chib qolmaydi. Shuningga men Norvegiyadagi ashininki iliqi bir hadisi bo'tdi. Shuning eri menga xat yozgandi. Kelime yangi yilda deb. Men kammida shuni kutyapman. Ikkinchi oygacha ruxsat berma. Cho'qim kelsa sen men bilan ko'rishma dedan, ko'rishsa, ko'rishmaydigan bo'lsang, kelmaydigan bo'lsang, to'g'riga chiqib seninki shu ko'giligingni ko'zingga ko'rsatma. Ondan keyin voy mushta jamoatning oldiga boramiz, voy jamoatni yig'imiz deb yerim kechilab xotin bilan mashin bilan kelib xotinni tashlab qo'yib tennisda degan rayonda men bilan ko'rishgan chaqda mening hamma narsadan kamera qo'yganim bor. O'zbek ballari ijroqdan kamera qo'ygan. Men hamma narsani tuplab mengatyman buning bilan. Menga qandaq meninkini
uçurlarımni satqan bo'lsa, buning uyininki adresida qaysi Telenormi, Shvetsiyaninki Telenor deganmi yoki Tele2 degan kompaniyami qaysini ishlatdi? Uni Shvetsiya bexatarlik idorasi tep chiqdi. Men bu narsalarni hargiz qo'yib qo'ymayman. Shuningga bularninki deydigan gapim, men 2018-yili shu nimaga shu dunyoga qurqiladigan namoyishni qo'llab, shu Belgiyaga baqa vaqtimda Dolqin Aysaqa sizning Germaniyangiz mushtamishda desam, voy bu degan xo'ja avlodininki, voy unda xo'ja, bunda xo'ja deb ashchaqda yan bosqanti. Men tova deb qopmanki, men asli Tianshan qarg'aylarininki ildizi bir tutashga. Uningdagi menga degan telefonda sening qilgan ishing ozmi, fikim, voy anjon jo'ning ichida Mavzuning rasmi qolmabdi, yey, sening rasming baki, yey. Mushunda gaplari uningdan keyin qo'llaydigan odamni qo'llaymiz. Men degan shu nima kunlarni ko'rdim, parlarni berib chiqdim, o bu deb sen Shvedning pasportini olib, sen para berib chiqqan bo'lsang, alomat chiqibsa. Men moshini Dilshod Raisga degandim Shvetsiyadagi Dunyo Uyg'ur organizatsiyasi mushta material bor, qo'limda mushta ovoz bor. Mavo mushta qilib turmani bir medialarni qilib, men ko'tarib chiqib Shvetsiya tashqi ishlari shu Xitoyning tashqi ishlarini so'rab chiqsin desam, vajimotani ish qilsam bo'ladi degandi. Shuni bosirib aytgandi. Mana bu odam mushunda qilgan. Hozir Fransiyadagi bijnimanni ko'kka bo'yayman, ya'ni bijnima qilaman degan ta'tining kayniga kirib, ta'tay o'g'anki ta'tay deymiz, axloqamdan tep qolgan ta'tay Uyg'ur oila bir qilgan narsani ta'tay demay nima deymiz unda bo'lsa. Mavtaydamda qunda bo'lsa, araqning ismini qo'yamda. Haq qanchalik odam mening meningki yuragimning qanchalik qoptakligini bilmaydi ekan. Men deb qo'ydim. Men Xi Jinpingga mi dalalayman? Aramdan bo'lgan Xi Jinping men senga deb qo'yay. Mening opam dadamni sen turmaning ichida Xitoy hukumatı manda qiladigan bo'lsang, Shvetsiyadagi diplomatlarning qayerda xo'goyaydigan, qayerda oshqa kirgan peti beshik qozonni tiqib etmayman. Manda cho'ng ish chiqib turib xalqaroliq o'ynayman. Men Xitoyning diplomatlaridan, Xitoy hukumatiga dalalga odam men bu tuklardan qo'rqmayman. Mening ayni vaqtida dadammi ashundaq voy bolam nima ish qilsa, menga ashay chiqib sening menga o'zgarib ketdi. Shunda yaxshi bo'lib ketdi, voy unda bo'lib ketdi. Voy mush hukumatlar yaxshi bo'lib ketdi, qara. Shu hukumatlar sen pasport bergan, unda dema bolam. Tishotda biz shu tishotda bolam, tishotda degan oildan kelib chiqqanlarning kim mana. Olaning kichi meyaga ota-onasi akab qo'ydi. Anandan keyin Qozog'istonga bordi, Norvegiyadan Qozog'istonga boshqa pasportni almashtirib kirdi. Sarpuspuridagi ilaqa qanjoqninki debsan qo'y idorangdagi tozliq idorangdagi ilaqa Turkiya biz O'zbekistonga bordik, O'zbekiston orqali Xitoyga kirib chiqdik deb. Xitoyga kirib chiqqan boshqa pasportlardan tortib biz tep chiqib bera olamiz. Norveg hukumati tep chiqdi, Shved hukumati tep chiqdi. Seninki degan hamma rasmlaring peyishingga chiqargan, sen to'naydigan do'stlaringdan biz degan oldi kayni yozdi olgan, qishdi olgan hammasini tushirib qo'ydi. Hatto bizning ham minorlar bilan biz bilan namoyish qilib turib qilgan rasmlarni tatib, ayni vaqt Shvetsiyada tashkilotda qandaqdi? Hatto ko'chmalaydarsiz borsang bo'lmaydi degan. Chunki buning shu oblastdagi saqchiliklari buning material qilib berib, buni bir yasab chiqarishda hukumat sening men tizimlikda mendaq nimang borki, qaysang bo'lmaydi. Yag'in biz ko'chmalaydarsidan, yag'in biz Shvetsiya bexatarligidarsidan ustimdan arz qil, ustimdan sot qiyas, sen bilan bir chiqib turib, yana sen boshqa ko'ydaganlarni bor, sen munofiqninki boshqalarni kelib turib ustingdan shikoyat qiladi. Seninki Qozog'istondagi go'shtikuning, O'zbekistondagi qilayotgan ishlaring, ma'u dagazang degan tuqqanlaringni Turkiyaga biz hammadan xabarimiz bor. Rasvoyimni chiqarib etamiz. Biz burunqidek unda qo'ymaymiz. Ma'u to'xtabdi, men tashlab qo'ydi demaymiz. Biz xoinlarning kasabatidan mushu kunga qoldik, qarindoshlar. Birisining uyiga kirib, birisining narsini ochiqish uchun o'sha mahallalarda uyangni qanday opang pul saqlaydi deb kichik bolalarni gapga soladi. Aqchikidigan bolalarcha bizning mahallada opang dadang pulni qayerga qo'ydi, uzuklarni qayerga qo'ydi desa kichik bolalar deb berdi, birata kompyuter berdi, popotanga. O'sha bola dappaga uchurdan anankin palonchi vaqtda ish ketadiganini bilib, ala kirib o'g'irlik qiladi. Mushu xoinlarning dastidan biz mushu kunga qoldik, qarindoshlar. Bizning shaxsiy uchurlarimizni ko'chmalay dars beraytamda, Shvetsiya hukumat satanda Xitoyga. Unda bo'lmaydi, qarindoshlar. Shuningga men nuqtalar ustida men to'xtalib qo'yay. Undan keyin mushu yaqinda menga bir necha savol kelibdi. Shu Nijat Turg'un apandim chiqib
senanki narsalarga mushtaq qildi, endi sen qachon oshkorlaysan deb. Men uni hozir oshkorlamayman qarindoshlar. Mening opam dadamninki u degan Xitoyninki tashviqot bo'limlarida ishlab, undaq qilib yetishtirilgan dangliq shpiyoni. Men uningda mening qo'limda uchurning borligi rost. O jatakimizmi angladik dedi, umi rost. Ammo mening ota-onam texi turmada. Mening ota-onam kapolatga ega bo'lib, men ash narsalar bilan o'zimning hayoti va ota-onamning hayotini tutib turib bu dunyoda yashayman. Manga tekkan kuni, mening ota-onam birning bo'lgan kuni, uningdan keyin buning bilan Shveysariya diplomatlar bilan deyishimiz. Shuningga xalqqa biz avtonomni chiqarib qo'ydik, indigenistlarni chiqarib qo'ydik, mustaqillikni Dilyarmo sabab degan bir-birlab hamma narsani chiqarib qo'ydi. Xalq nima qila oldi? 3000 imzodan oshanmadan, 3000 imzodan oshanmasang, sen haq chiqarib qo'ysang shu o'yin ko'rdi ekansan, shu boshqa ish yo'q-ku. Bo'g'liq mening ota-onamga bo'ladi. Shundaga unda isbot deganni nada chiqaramiz, sot chiqaramiz, cho'ng isbotlar deganni. Undaq narsa deganni bexatarlik idoralar bilan hamkorlashamiz. Sen haq bilan hamkorlashib, sen haq mening do'stlarim uchun da'vatman. Men do'stlarimdan sirt odamga sen haq deb turib da'vatmayman. Mening do'stlarim indigenis emas, Uyg'ur xalq do'stlarim, sizlar ko'ngilingizga ma'lum, ma'voylik hayvonlarga qarshi da'vatgan gapim. Shuningga bu narsani meningdan endi chiqarasiz, nijotmi dedi deganlar, men bu narsani hozir chiqarmayman. Balkim bu narsa bizning Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurilgan chog'da Sharqiy Turkiston Jumhuriyatininki istixborot organiga topshirib berishim mumkin. Lekin men hozir uni chiqarib, uni yo'q qilib qilmayman. U qolgan dunyo Uyg'ur qurultiyining ichidagi sesiqlarningki adabini berib o'ynasin. Uni yo'qitib, qandaqdir bir imperiyalar o'zlarini qurib, mening ota-onamni qurbon qilib o'tish uchunga qandaqdir bir imperiyalar, Abbos imperiyasi, Do'lqin imperiyasi, Palanchi imperiyasini qurib, o'zlariningki hokimiyatini yurgizish uchun, o'zlariningki nafsini qilish uchun buningdan ayni vaqtda yaxshilik ko'rgan go'ylar hozir buni yo'q qilib etib, manda qilish planlarini o'ziga ko'ngli pikoti. Shuningga men bundaq narsalarni hargiz faqat Shvetsiya bexatarlik idorasi, sud, adliya qonunlari orqali hamkorlashman. Uning ustiga umuman hozirgacha gapning o'chig'ini qilsam, menga chiqilmadi. Mening hadam bilan normal aloqam bor. 24 soat paranglashqim kes. Qanday ahvolingda, yaxshimisam, yaxshi fikrim deydi. Demak, u yoqdimmi mening texi hadamga texi bir zarbalar kelib, buni menga tegmagandan keyin men deydiganni deb qo'ydim, aldanig'ini dedim, esiyatim dedim. Menmi tegmayman. Men nima deb tegiman? Men deydiganni dedim, xalq ko'zini ochdi, chiqib necha odam ustiga tamg'ini urib berdi, indigenislik rost chiqdi, mushu ishlarniki. Uningdan keyin qarindoshlar Qozog'istondagi qozoq qarindoshlarining masalasi, qozoq qarindoshlarining masalasi. Sizlar bu temalarga kirib, undaq qilib millatlarning o'tirsa qirchachadigan, pichchachadigan ishlarni qilmanglar. Chunki bizda manda bir gap bordi. Qozoq deganga bir burda nom bersang, barlig'ini beraydi deydi-ku. 10 qozoqni bir Uyg'ur yetlaydi. 10 Uyg'urning eng yomoni bir o'zbek yetlaydi, 10 o'zbekning eng yomoni bir otishlik yetlaydi deydigan, turk yetlaydi deydigan gap borchu. Shuningga o'xshash qozoqlar degan eng oq ko'ngil, eng mehribon, eng kang qo'saq, shuningga ma yosh bolalar o'zining vatani, millat uchun jon beryotdi. Duolik qilsak bo'ldi, cho'ng temalarga kirmanglar qarindoshlar. U cho'ng davlatlarning, cho'ng siyosatlarning o'ynaladigan ishi. Bizningki hozirgi nuqtaliq tutilgan ishimiz faqat petitionning ishi. Petitionni tutib, kim bizni bu yerdan indigenis qilyapti? Qonunga berish, sudga berish, Saudiyadan kelayotgan, u yerdan tashkilotlardan kelayotgan, dunyo Uyg'ur qurultiyi o'zini samirtayotgan, yanchiqni samirtayotgan boshindaqlarga zarba berish. Uyg'ur davosini 10 qanotni shakllantirib, mushu Salih Xudoya, Dilyar Musabevlar yetlab menayotgan to'g'ri yo'lga poyezdni relisiga tushirib, davoni iziga silib menish. Qig'inimizcha qilib boqamiz. Qag'inni Jahongir kuchlar o'zi yo'lab ketadi shu chaqda. Enida $800,000 bergan bo'lsa, Uyg'urning mustaqilligi agar shu davlatning manfaatiga to'g'ri kelib qolsa, milliard dollarlar keldi. Milliard turklar kayindan mangadi. Milyon musulmonlar mangadi kayindan. Chunki Uyg'urning davosi Uyg'urning ishi bilan bitmaydi. O'rta Osiyo, Afrika, Sharqiy Yevropa, dunyoning yarmini Xitoy qaziq bo'ldi.
idayilıq məbləğ selib bütün yançıqlıq pulunu sərf qılıb boldu. İdayilıq tügüdü. Kətdi bu idayilığınınki. Əmdi Xitayınınki əcəllik yeri başlandı. Şununğa Mao Qazaqistan bizga chegirdash bo'lg'achqa nurg'unlagan Uyg'urlarning ota-onalarini nurg'unligimizni kesibatdi qarindoshlar. Ota-onalarga egi chiqinglar. Men demadim emas, deb qo'ydim. Men bak so'g'ib qolib ketdi. Uningdagi o'zimning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xat yozdigan, Shvetsiyadagi eng o'ngchil partiyalarga Xitoy yomon kuni xat yozgan, Beijing konsuliga xat yozgan. Uningdagi sizlar ICC tavakkalisizlar, men Shvetno postikadam, men islam shu nima deb mening ota-onam qilmaysiz deb xat yozib ham quvvatman so'g'ib chiqib ketgandan keyin oq yo'lda qilgan ishlar bor. Men yana azroq kun isvasi yana namoyish maydonida bo'laman. Xudoyim biz ayat yana 11larda shu Shvetsiya parlamentining oldida bo'laman. Qishning kun bak chiq chiqolmasligim mumkin. Ma 5-chilar ishga tushdi deganda, bular 5-chilar ishga tushdi. Endi menmi normal haftada bir shiqetni namoyishimni qilaman. Yana bir gapim qarindoshlar, Muşu petitionning ishida bak mustahkam bo'lmasanglar bo'lmaydi qarindoshlar. Ma petitiondan chiqatmay turib, mustaqillik degan ma g'olni biz tiklab tura olmaymiz. Muşu indigenous masalasida cho'qim biz mushundan chiqib ketishimiz kerak. Ma u qat'iy chaqchaq qiladigan ish emas. Maningdan muşu o'tkaldan o'tanmasak, hozir mayalarda biz qilaymiqallar boshlandi. Belki bir ishlar olib qelishi mumkin. Uni bizga qarang'u, ammo Xitoy tuyuqsiz parchalanib ketib qolsa-chi. Allohning qudrati bilan Xitoy tuyuqsiz parchalanib ketib qolsa-chi. Tuyuqsiz parchalanib ketib qolsa, indigenous kategoriyadan chiqatmasak, mening opamning 5 yil yotgan Uyg'ur qizlarimizning dapsan doğan o'lgan odamning o'lgan bo'lamda. Unda bo'lmaydi, qarindoshlar. To'kilgan qonninki, kesilgan boshninki cho'qim badali bo'ladi. Şununla maşqa dünya Uyghur qurultayiga aralashgan ziyoli so'lamdi, Abduvalidek laqvada xiyoli so'lamdi, og'ziga nima kelgan yozadigan. Mushunda taqvo so'lamdi, laqvo so'lamdi, mushunda sarangoylar mananga anandikin o'ylaq Amerikadagi ishkuyog'ul xotindan rapavat tilaydigan xotinni ishib qilib jambaqadigan andaq qo'ylar indigenous qo'yliqimda qiliqi nimani qistirib chiqibdi qaysikini. Voy mushunda biz Uyg'urlar indigenous deb o'zanga vakillik qilsan. Apangni basqan Xitoyga vakillik qil. Tushundingmi? Viktor degan dadangga. Shuningga sen Uyg'urlar uchun chiqib, unda gap qiladigan seninki salohiyatingmi yo'q, seninki hech narsang yo'q. Shuningga ayamliqqa Gollandiyadagi bir qopib buni changlashgan debsizlar. Biz changlashgan demidi qo'yib, menga buni Sa Suriye meselesi evetken ilik adamların uydusunu çıkarsa acış ketken xotununla işini el qila ve boqasak deramı tegmeydi ola. Sa haqq yaqılalığına ben yaqılanmaysa ben seninkini ağzım bir gap kelgan. Vatvarikini chiqirib talayman senda ko'yoningki. Başındaq gaplar qarindoshlar. Shuningga eng muhim narsa petition. Petition 10 ming kishilik imzoni to'plagandan keyin Ondan keyin onun qanday shakllanadi, ondan keyin parlament man bo'lamdi, qanday qisqasin, men tashkilotga kirmayman. Men xalqning ovozi bo'lib, men ishda so'zlayman. Lekin tashkilotga kirmayman. Tashkilotga kirgan kunim mening ovozim bo'g'ilib qoldi. Qattiq degan ayaga chiqib og'zimni buzaman. Xohlamasam ko'ma. Og'zimni buzaman, bu aramdan bo'lganlar buzmasak bo'lmaydi. Hammasi mehnat kamadan tepilgan, haq mishqir bo'lgan kamadan tepilgan haramning kuchiklari. Opsi pokiz emas bu go'ylarniki. Dadasiga ish biti bilan tegmagan go'ylarmi shu? Hammasi vatan davosini bulg'ayotganlar. Hammasi necha odam o'ynayotganning ballari emi shu. Hammasi yasab chiqargan go'ylar. Hammasi Xitoyning odamlari. Qotil, yuraklari qetib ketgan mal'un juvoynamaklar bu. Shuning uchun badalni vatannikilar to'layotdi. Uyg'urlar, mushlarga ishchan og'irmamdi, Umar Qanotning chochlari og'irib ketdi. Tatqim nima og'irib ketami u paynak boshninki anangni. O aqaqada chichuvama Umar Qanotniki yaltirlab ketdi. Mening yaxshi suvim 3-4 ta bo'lsin ba oldimda. Umar Qanotning chichi oqirib ketdi. Madina Bog'dan uruqlab bir teri bir sut hamlab qopdi deb. Ichi yomon bo'lsa, maraz bo'lsa, aytaq o'zim bir gap kelgandi. Aynda bo'lsa shu uruqlab ketdi shu. Xudoy mashta baladini tutqizib qo'ydi, urib etdi. Kesal bilan urib etdi. Ashunda qildi. Elning qisasi yomon, el qisasi minal haq deydigan gap bor. Shu.
Shuningga qarindoshlar, bularninki keyindan mangmay, to'g'ri yo'llar, to'g'ri narsalar ichilayotgan bo'lgandan keyin, meningcha to'g'ri narsaning keyindan menglar. Bu bek muhim. Shu petitionga imzo qo'ymasanglar, bir kunlar vatan ozod bo'lib qolgan chaqda qaysi vijdoninglar bilan kirasizlar vatandan. Bu petition degan bu Dunyo Uyg'ur qurultiyining kayni Xitoy va Dunyo Uyg'ur qurultiyining kayni chet eldagi ba'zi bir kapital kuchlar va shu o'zimning savdosi deb kuchli huquqni saqlab buni qilib malan u Germaniyaning qo'lidagi Van Peyti hozir qolmadi uning kuchimi? Germaniyaning siyosati boshqa yoqqa qarab minib ketib bordi hozir. Germaniyaning siyosati boshqa liniyaga qarab minib ketib bordi. Hozir degan virus balasidan degan dunyo degan kart ulab ketdi, nas kerak o'rlab ketdi, uyning bahsi, gaz, yiqilg'u, yemak-ichmak Atıyorgun degan bütün dünya degan qalayamqanchilik bo'ldi. Xitoy to'laydi. Xitoy to'lamasa urushidi, davlatlar birlashib urudi. Chiroyli kelishimga bo'lsa pochilindi. Har bir xana ulkusini 30 yillik, yana bir yana 40 yillik ashyolar ko'tarib beradi. Oshunda ishlar bor bu. Gretsiya portlarini Xitoy 50 yillik, 100 yillik Indoneziyalar bergan o'sha Xitoymi 60 trillion dollarni to'ladi, to'lanmaydi shu. Paçılınıp ketedi şu. O çağda sen nimen bilen paçılınsa, senin iddiayan nimo, senin maqsadın nimo dese, yokmuş da abdunum kişilik hukuk dep otursak. Yok, qarindoshlar bu xatarlik ahvol bu. Da bo'lmaydi o. Shuningga, men o'shunchalik so'zlay, qolgan gaplarni yana deyishimiz, mana yana shu parlamentning oldida bo'limi, petitionni ishiga qattiq kuchanglar. Surgun hukumatning odamlari Dilyar Musaboyevning Sharq Turkiston yoshlar qurultiyiga yoshlar uningga ergashgan 15 tashkilotga qaysi kun Shvetsiya Uyg'ur komitetim kiribdi. Agar ki haqiqatan qaytilib qo'llaydigan bo'lsa, Abdushukur Samsaqning bir yerda o'tirasiyaliklar ayoli o bu bo'lib, agar xohlaydiganlar bo'lsa, qilsa haqiqatan chin niyatidan bo'lsa, umi tashkilotni tutib turibdi, uning qo'lidagi odamlari nimalar bor o'ziga tushdiq. Umi bir 500 Shvetsiyada 500 jamoatni qilib beralaydi agar Abdushukur Samsaqniki qo'lidan kelsa. Bunda to'g'ri yo'lda mangadigan, birlashadigan, vatanning mustaqillikka kelgan chaqdagi ishlar kelgan chaqda ziddiyatlarni qarab qo'yib o'tib ketamiz. Xato ish qilsa tanqidlaymiz. Shunda. Shuningga o'kini qarsam shu komitetdagi Abdushukur Samsaqni birlashibdi. Bu yaxshi bo'pti. Meningcha o'sa u Samsaqning qo'lida Xelajaq tashkilotida odamlari o bo'laba, Najmiddin To'pidan besimni qisa kuchib turib, Shvetsiya Uyg'ur jamoatchiligidanmi xeyli nishg'ivatgan bo'ladi. Xeyli imzoni nishg'ivatgan bo'ldi. Ammo ba'zi bir tashkilotlar, ba'zi bir xalqlar, ba'zi bir yigit boshlari, masharatdagi choydagilar hammasining ilm qag'ayir o'g'ashqa qimmatida. Aslida degan qarindoshlar Gollandiyada 5000 Uyg'ur va Germaniyada 5000 Uyg'ur va Amerikada 10000 Uyg'ur birdan narsa bo'lib ketirgan narsa. Nimaski hech kim 5-qiramay quldek, qo'ydek o'tidi. Hammasining o'zini tutilib qolgan yeri bor. Ya qachoqchilikdan, ya shafaqchilikdan, yoki aloqchilikdan. Mashunda ishlar bilan, ashunda ishlar bilan haromni yeb qo'ygandan, shunda bo'ladi. Shunda deydigan, shu mening demoqchi bo'lgan gaplarim shu. Unda bo'lsa qarindoshlar mening xizmat vaqtim chiqirgan vaqtim bo'lib qoldi. Qolgan gapni yana paranglashamiz. Abayqa, men degan o'zbek oilasi, sen tutdi seninkini amni bermisan bilan texnik jangga amni tushimiz. 2022-yilda mushu 8 oila. Xudoyim qamonat qarindoshlarimiz.